Ota assalomu alaykum. Aleyküm. Nima bo'ldi otaga? Shu bo'g'inlar. Birinchi kechda? Qayerdan keldi? Sharxon. Necha yoshlar? 93. Baquvvat ekansiz. Bizdan ham baquvvatsiz ota. Hozir oralaringiz bormi ota? Siz bo'shadingizmi? Bo'shadim. Turamizmi ota? Qani bismillahirrohmanirrohim. Qatizda bor toliq ota. Sen ingiladingizmi? Ota yurib ko'ringchi. Ha ota? Yengilladim. Umringiz uzoq bo'lsin ota. Sen yengilashyapsizmi? Rahmat. Qani yuringchi o'z. Qanday his qilyapsiz ota? Yaxshimisiz? O'zgarish bormi? 93damisiz? Xudo Yuzlardan oshingmi ota? Qancha yengilladingizmi ota? Ismingiz nima ota? Muhammad. Nurmuhammadjon otam. 93 yoshdalar. Sen o'zgarishlar his qildingiz ota? Ota shu bizni ham duo qiling. Sizga o'xshab yoshligiga yetib yuraylik. Qani duo qilib bering ota. Chaqalaringga bosh o'yna, tan jonlaring sog' bo'lsin. Ishlaring doim o'g'day kelin. Amin, amin. Siz sog' bo'ling. Mana shu hozir ko'p bemorlar sizni ko'rib turibdi-da. Shu bemorlarni ham qayerda bo'lsa, qaysi davlatda bo'lsa ham o'shalarga ham duo qilingki, kasal bo'lmasin o'shalar ham. Kasalimni Parvardigorim ularga hammasiga nima bersin. Amin. Sog'lik, salomatlik bersin, bola chaqalarga bosh o'yna. Ular yurtimiz tinch bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz mulazzo bo'lsin. Avlod. Sal yengillik his qildingizmi ota? Ha? Ey Alloh rozi bo'lsin.